Bundan boshladik. Demak, mavzuni boshladik. Endi qaranglar, buning uchun nima qilamiz? Birinchi bo'lib kiramiz MySQL ga. Kirsaman turibdi. MySQL ham turibdi, baza ham turibdi. Birinchi bo'lib sizga qaysi baza kerak? Bitta paytda ham bazani ola olmaysiz nusxa. Bitta olib chiqasiz. Bitta bilan birinchi buni yoki ikki olib ketaverasiz. Misol menga 642 bormi? Yo'q ekan. Aytaylik, mana uni olaylik. Triggerlar degan mavzuni. Siz faylar shunday qo'ysangiz. Ha? Faylar shunday qo'ysangiz. Endi shunaqa fikr keladi ham, ustoz, nima uchun buni qilamiz? Bu baza oddiy bitta fayl papka emasda, ma'lumot ko'chirib olgani. Buni ichidagi ma'lumotlar sizlarga oddiy ma'lumot, hech kimga kerak emas, masalan, ma'lumot, lekin ayrim nimalar borki, tashkilotlar ma'lumotlar bazasi juda muhim. Buni uchun ko'rmaslik, ko'chirib olmaslik kerak, o'g'irlab olmaslik kerak. Shuning uchun unga yo'l qo'ymaydi SQL. Va shu bazalar. Buni turgan joyi mana bu yerda o'zi, mana qarang. Diskantga kirsak, PC ga diskga kirsak, programda degan script fayl bor, yashirin fayl. Shuni ostalaring. MySQL bor mana. Buni olsak, mana server 9 yoki 8 bo'lishi mumkin versiyasi. Olsak, data bor. Ketib qoldi bitta orqaga. Orqaga qaytish nima? Mana shu onda, ha? Hech qaytmayapti menda. Bespik bilan, ha, bu bilan. Bu bilan qaytmayapti. Bo'ldi mana. Data ekran. Data kirsak, mana turibdi. Ha, baza ko'ryapsizlarmi? Triggerlar ham 610. Buni shunday ko'chirib ola olmaysiz-da. Iloji bo'lganda bu dars o'tib bermasdi. Shu yerdan olurlar dedim, to'g'rimi? Endi buni olish uchun mana aytdim, menga mana bu mavzu kerak, triggerlar degan, ko'rib oldik. Buni ochaman, qancha nimalari bor ekan. Ma'lumoti bormi yo'qmi olganga yarasha. Show nima? Tables. Jadvallar. Bitta jadval bor ekan nimadir. Shuni ko'chirishim kerak. Venerda ovozib CMD kiraman. Rupalnik bor ranga. Shu yerda CMD deb yozaman, kiraman. Ochildi. Hozirlar mana qilib ketdilar, kompyuterlarni ochib shu ishda. Video qilib o'tirmaysizlar. Shu yerda CD deb nima qilamiz? Orqaga qaytarib eslaysizlarmi? Orqaga qaytyapman. CD 2 nuqta. Bu orqaga qaytish. Hamma ko'rinyaptimi? CD probel tabulyatsiyani bosyapman. Menga program files kerak. Mana. CD yana tabulyatsiyani bosyapman. Menga MySQL kerak unchadagi. Mana. CD yana tabulyatsiyani bosib bitta probel qo'yapman o'rtaga. 9 8 kerak. Qaysi bir bo'lsa sizda? CD yana CD ni olish shart. Bin kerak. Buni chek battan olish yo'qmasa mana bu yerdan kirib, mana bu yerdan misol menga C disk kerak, mana ichiga kirib topishim mumkin mana. Program files to'g'rimi mana? MySQL, mana shuni ichiga kirdim. 9 ga kirdi va Bing ga kirdi. Shuni ichiga kirib oldim hozir. Chunki boshda fayllar menga kerak-da. Mana kirdim. Buni ichida fayllar ko'rishim, dirni bosaman mana. Dir bosam chiqadi fayllar ro'yxati mana. Farqi yo'q. Shu yerda mana MySQL dump degan exe fayl bor. Dump degani bu musot paqircha. Axlat paqircha. Shu sizni ba'zidan nusxa oladi. Nusxa olib tashlaganda bu tashqariga xuddi musot paqirga tashlaganda nusxa beradi. Buni uchun yozasiz bu yerda. MySQL bindan keyin dump da omp user, mana user degan. Yo, bunaqa yozib kimni olish kerak? User deb yozish kerak. Shuni oldini olish uchun chiziqcha u yoziladi. Root hamda root ketgan. Almashtirib olganimizdan keyin parolonga bunaqa p yoziladi. Va men triggerlarda ko'chiryapman. Bazam nomi, qayerga ko'chirgan bazam nomi, tashqi selka katta belgisi. Qayerga ko'chiryapman? Misol uchun D diskka X ga eng yaqin yo'lga ko'chiring. 2 nuqta slash misol uchun aytaylik
258 yoki misol aytaylik bunaqa uzunroq .sql fayl qilib ko'chiryapman. Enterni bosaman. Agar passwordni bilmasangiz nusxa ola olmaysiz degan. Ko'rlaymi? Nusxa ola olmaysiz. Passwordni men SQL passwordimni kiritdim. Ошибка bermadi yoki ayrim paytda siz administrator bo'lmasangiz bitta chiqadi, warning chiqadi, warning. U xatoli emas, ogohlantirish. Ba'zi nusxa olyapti degan. U xatoli emas. Lekin ishtiroq chiqmadi, o'tib ketdi. Ko'raman mana. Dga kirdimmi? Dga kirsam mana turibdimi? Mana hozir ko'chdi. 158, 1158 ko'chib o'tdi. Endi buni ochib ishtima qila olmaydi olgan ham. Agar SQL deb parolni bilmasa rutda, buni ochib olmaydi endi. Ocholmaydi ham. O'chib yuborsa ham shunaqa qiladi. Ishni ocholmaydi ham. Endi buning uchun men MySQLni ochdim endi yangidan. Ochdimda yozaman, aytaylik, create qilaman yangi create. Ustoz databazalar ko'rsangiz triggerlar va chiqadi. Turib trigger mana. Yo, hozir yoqqa ko'chirdik-ku. Ko'chirib turibdi. Nusxa oldim xolos. Bu yerda o'chirgan. Endi hali o'chirib olish, chetdan qarang, o'chiraman qarang. Drop database nima? Trigger o'chirib yuboraman, qarab turing. Qo'shdimi? Show qiling mana. Yo'q. Trigger yo'q, to'g'rimi? Triggerlar yo'q. Endi qaytadan yarataman aytda create trigger nima? Database. Triggerlar mana. Yaratdimmi? Ichi nima? Show bo'shmi? Bo'sh emasmi? Nima qilmadim? Use. Show qilsa mana ichi bo'sh. Endi qaytib shaqaliklar olib o'tishim kerak. Pop nimalarni, jadvallarni, to'g'rimi? Pusni yaratib olaman va CMDga o'taman. CMD qani? Mana. Endi MySQL da o'zini yozaman. Qaytib olishga dump kerak emas bo'ldi, qaytib olishga. Bu import bo'lyapti, bu eksportida. MySQL user root parol triggerlar ichiga yangi bazamom triggermidi? Boshqa bo'lishi ham mumkin. Triggerlar endi bunaqasi ichkariga qaytar. D diskda turibdi hali ham. Joyini aytyapman. S-dam, D-dam, V-dam, papkanchidan joyini yozish kerak. ikkita slash 2 3 4 5 midi? 5 ta .sql faylda. Parol so'rayapti, qo'shdi. Bo'ldi. Input qilib olib qaytib yana o'zimga. Ochib ko'raman nimani. Qo'shibdimi? Qo'shdi mana. Select delishcha from buyurtma. Mana ichi bo'sh ekan. Bo'sh bo'lsa ham fayl qo'shdi, bitta papkaga nima qo'shdi, jadval qo'shdi. Shu demak import va eksport qilish bo'ladi. Bu ma'lumotlarni men jadvallar qildik hozir. Ko'rlaymi? Bazani qildik.